okey, men bu fasad ag'darib tushini ko'rasizmi, okey? Mana shunaqa jinni sanqi videolar ko'rsam, prosmotri zo'r bo'lgandan keyin, akalar, menda ayb emas, ayb sizlarda bo'ladi. Chunki haqiqatan zo'r manfaatli videolarni mana shu profilda qo'yib boryapmi, juda ham prosmotri kam bo'ladi. Aka, haqiqatan aytdim-da, balki mashinada mana talantim bordi, shunaqa orqali reklama qilishim men uchun yozilgandir. Balki shuni onim shudir aka. Men shuni tushunolmayapman. Siz kommentarda fikringizni qoldiring. Balki yaxshiroq video qilsam zo'r bo'larmikin, yaxshi ideyalar bo'lsa kommentarda qoldiring. Biz shunaqa videolar qilib berishga tayyormiz. Xullas, mana bu devor ag'darib tushganini ko'rdingiz, aka. Bu devorning o'rniga sizga bunaqa qilgandan ko'ra, men bunaqa termopanellar haqida ma'lumot berganman. Bilasizmi, aka, bu termopanellarimizni oddiy qilsam xuddi shunaqa holatga keltirib qo'yish kerak haqida ham video qo'yib berganman. Narxi keladigan bo'lsa, aka, narxi 65 ming so'mdan mana termopanellarimizni bu orqasi ko'kay usti travertin. Bizda qilib beradigan usti termopaneli ustiga qoplama qilib beramiz. Keyin o'zidan o'zi travertin qo'yadi. Xullas, aka, mana shunaqa foydali va kreativ videolarni universaldagi kuzatib borasiz. Sizga yoqayotgan bo'lsa, like bosing, yoqmayotgan bo'lsa, sizga yoqadigan joyni kommentariy yozing. Aka, sizga yoqadigan qilib berishga tayyormiz-ku. Assalomu alaykum.